Karvan. Abdori Elyar Ataman. 7. qism. To'g'raqliqning atrofida qip-qizil bo'lib ketgan yo'lg'unlar bo'lib, bu yo'lg'unlarning qilinligidan orasiga kirishmo taski to'xtayotdi. Ay, iman. Ha? Eliqi yo'g'on qiliching qani. Tushib bu yo'lg'unlarni chanab yo'l ochsangchi. Boqol. Emin pashva zuvon surmasdan to'gidan tushib, xurjinidan beligimdek uzunliqdagi bir qilichni chiqarib, yo'lg'unlarni chanab yo'l echishga boshladi. Biz u oshgan chig'ir yo'l bilan ishkirlab menib, to'g'raq ostiga kelib-oldik. Ta'limimizga bu to'g'raqlikning orasida bir kichik buloq bo'lib, süp-süzük, muzdek suni ko'rish bilan hammamizning nafsi taqildab, dum yetib buloq suyidan qong'ichi ichib olgandan keyin to'limlarga liq suv to'shqizib oldik. Iman. Bu to'g'raqliq sal g'alati turdi. Qara. Bu yerda buloq bor turib, mau kun bitish tarafdagi to'g'raq yo'lg'unlar suvga qenib yeshil turibdi. Ammo kun chiqish tarafdagi to'g'raqlar bo'lsa, xuddi 10 yil suv ko'migandek qurib ketibdi. Hey, men bir yerning benormal ekanligini his qilgan. Ammo zodi nimaning benormal ekanligini bilmagan edi. Acaba buloq suvi bu tarafga singmamdigandi? Dal shu chaqda to'xtamishning ishti xuddi bir narsani ko'rgandek u tarafga qarab, xiris qilib qavashga boshladi. Ey, To'xtamush. Bu ishtingga nima bo'ldi? U bir narsani bayqagandek qiladi. Shundoq. Bo'lmasa u hargizmi buncha qovib ketmaydi. Emin pashva asta qadamlar bilan u tarafga qarab maqdi. Bu chaqda ish uning oldini to'sib mang'ili qo'ymadi. Biz shuningdan hayron bo'lib tursak, quruq to'g'raqliq tarafda nihoyat chiroyli bir og'mixonning bizga qarab turganligini ko'rdik. Uning chiroyliqligiga mahliyo bo'lib qarab turganimizda Emin pashva eg'iz ochdi. Unga tikilib qarmanglar. Bundaq yerda uchirgan og'mixon izi tuq keladi. Biz uning gapini anglagan bo'lsakmi, ammo ko'zimizni og'mixondan uzanmay qilyotdik. Emin buni sezgan bo'lsa kerak. Darhol og'mixonga bir narsani otdi. Ammo og'mixon uningdan cho'chimay turaverdi. Emin oxiri bo'lmay uni qo'g'lib etish uchun uningga yugurdi. Ammo dal shu chaqda o'ylamagan bir ish yuz berdi. Emin og'mixonning yeniga berishiga og'mixonmi Eminmi tangli g'oyib bo'ldi. Biz shundalar o'zimizga kelgandek bo'ldik. Bu g'oyib bo'lish baxtli tuyuqsiz bo'lgan edi. Emin qani? U nega g'oyib bo'ldi? O og'mixon jinkan. O Eminni ip ketdi. Bu nima deganingiz Sodirka? Ay, biz chatoqqa kelib qopdik. Bu jinlarning makoni ekan. Darhol bu yerdan ayrilaylik. Jin degan gapni anglab, putqulimda jon qonmig'ili turdi. Shundaqdimi, Sodirkamdan do'duqlab turib shuni so'rdim. Sodirka, kunduzda nima kelgan jin u? Bu yerga helimi kunduz kelibdik. Bo'lmasa o'lgan bo'lardik. Kesh bo'g'icha tez bu yerdan ayrilaylik. Sodirkam o'ngsuli yo'q holda yerdagi narsa keraklarni ilib, to'gilarning qiyshig'i maqdi. Qiyishqandek dal shu chaqda Mahsumboy alas ko'zlari bilan yo'linishni ta'tursiga menib, quruq to'g'raqliq tarafga menib ketdi. Dada, nega? Qosim kekash gapini qilib bo'g'icha, Mahsumboy quruq to'g'raqliqqa kirib, Eminga o'xshash g'oyib bo'ldi. Biz uni to'sib olishga ulgurolmay qoldik. Ay, Mahsumboy kirib ketdimi? Shundaq. U tuyuqsizlar mudirib yurib, o tarafga o'tib ketdi. Tez bo'linglar. Bu masikkilar kisib biz bo'lib qolamiz. Tez. Biroq dadam u Qo'yg'ina be belirangni, bu kekash. Dadangga Emin ba. Xotirjam bo'lib biz bilan mang. Ha, bo'linglar tez. Biz sapala-shapala to'glarni yetilib, bu to'g'raqliqdan chiqib ketmoqchi bo'lib, xeyli uzun yurdik. Ammo bu yo'lg'unlikdan chiqib ketolmayotdik. Ola hazal ikki osh pishimdek mangandan keyin oldida ketayotgan Sodirkam to'xtadi.
Biz ezib qoldikmi qandaq? Tüp düz yolda mı ezip kalamda Sadırka? Bu ya sırlık ordu bo'lmasa. Jilla bizni o'yintiyotidu ukam. Ular yo'lni ko'rinmas qilib qo'yganda qiladi. Ha? Odamni qo'rqitmanga Sadırka. Jin degandan ko'ra, mush yolg'unlikda tog'dak ikki iyiq bor deganingiz yaxshiroq. Jilla rostla bizni o'yintiyotidu. Tez bu yerdan ayrilaylik. Ammo Emin bilan Maqsumboycho. Emindan ansirmanglar. O o'zi amal qilalaydi. Maqsumboyga kelsak, ondaq alas olg'ayni ularni kerak qilmaydi. Sadirkam shundoq deblar mengib ketdi. Biz bu uning orqasidan mangdiq. Ammo ancha uzun mangmayla o'ng tarafdan ma'lum bir narsa yo'lg'ullarni g'araslatib sundirib kelishga boshladi. Sadırka, bu nim bo'lib ketdi endi. Ish qilib yaxshi nima emas. O shundoq deyishiga yon tarafdagi yo'lg'ullar orasidan nihoyat yo'g'on bir qo'ng'ir iyiq o'rkirginicha etilib chiqdi. Biz o'zimizni orolli chatga ola oldik. Ammo u iyiq bir to'gining orqasidan tishlab oldi. Buni ko'rib, eg'izimga shapaloqligim keldi. Nada bu burada odil gap qilish bo'lsin? Bayili jin bo'g'inidan iyiq bo'g'ini yaxshi degan edim. Ammo orzuyimning buncha tez amalga ishishini o'ylabmi baxmabdimi? Shularni o'ylab tursam, Sadirkam beligimdan tutib o'ziga tatdi. Men yerga dumli tushib, eg'iz burnimga qum to'shdi. Achchig'imda o'rnimdan turishimga yondan to'xtamush ustimga etildi. Aram deganda o'rnimdan turib, achchig'imda varqirash uchun yo'g'on echilgan eg'izim yerdagi qumga liqli to'shdi. O'lgur. Men nima qil? O'jan. Gapimning oxiri chiqmayla, yerim turib bo'lgan odam yana bir narsaning qattiq usishi bilan yana dum tushdi. Shundoq terikkan edim. Ochchig'imda eg'izimni buzibla tilladim. Afsus. Shuncha yo'g'on echilgan eg'izim yana bir narsaning usishi bilan qumga liq to'ldi. Bu qitim qo'pishmi qo'shaqmay joyimda yotdim. Bir chaqda iyiqning qattiq o'rgirgan ovozidan keyin atrof jimib qoldi. Endi o hamish tugagandi deb o'rnimdan turishimga osmondan tushgandekla yana bir eg'ir narsa ustimga tushdi. Bir necha qitim tajribam bo'lg'achqimi, bu qitim eg'izimni chin yumib olgan edim. Ustimdagi narsaning eg'irligidan o'rnimdan turolmay qoldim. O'lgur. Nima bo'lsa, ko'zim bilan ko'rib tursam, nim bo'la bo'g'itdi. Hey. Ko'nglimda shularni o'ylab turganimda, boshqalarning o deb ustimdagi narsani ko'tarayotganligi anglandi. Ondan biri beg'ishimdan tutibli tatdi. Qum ostiga petib ketgachga, ular endi tatqanda bosh ko'zimdan qumlar to'kilishga boshladi. Tekin studiyasi. Ay, saqmisan Qadri? Men eg'izimdagi qumlarni tükürgach, ko'zimni ovlab atrofga qaradim. Hammaylan man qarab turgan bo'lib, eliqi ikki iyiq yerda qonga milinib yotadi. Yan tarafimda Emin peshvomi bor bo'lib, uning qo'lidagi qilish qon yo'qi turadi. Hech yo'q. Sana bir ish bo'lmagan bo'ldi. Undaq bo'lsa, kashkirgichi bu yerdan ayrilaylik. Aras. Boya sizg'u meni iyiqdan qutuldirish uchun tatib yiqitdingiz. Ammo sen to'xtamosh. Nemishqa o'zingni menga atsan, ha? Undan keyin yana kim menga usidi? Oxirda bu o'yi qanday bo'lib meni besib oldi? Tushunmayla qoldim-ku. Hay, boya men seni tatganda iyiq sana hujum qilgan. Men seni tatib yiqitgandan keyin iyiqning diqqati menga burildi. Ammo sen o'rningdan turishingga yo'lg'ullar orasidan yana bir iyiq chiqib sana etilgan. To'xtamush seni besib olmagan bo'lsa, iyiq bo'yningdan olgan bo'ladi. Ondan keyin iyiq Selimboyni bir usibla neri uchiribdi.
Selimboy kelib sana üstüdi. Şunun bilan sen yana düm düşdün. Ahırda o'rningdan turganda emin iyiqlarni o'ltirgan chaq edi. Sen bak talaylik ekansan. O iyiq o'lib, dal sening ustingga tushdi, ha? Seni nesbesipti o Qadri. Aras, sen qanday qaytib kelding? O tarafda nimalar bor ekan? Bu savolim bilan Eminning chiroyi o'zgarib, orqaga burilib, yaralangan to'gi tarafga qarab maqdi. Boshqalarmi o'z to'gilari tarafga qarab maqdi. Men ortiq gap qilib qo'ygan yoki boshqa biror ishni xato qilganligimni bilamay gangrab qoldim. Bu tugini qanday bir taraf qilamiz degan. So'yib, ozroq bo'lsa-mu, go'shini elib olayli. Shunday qilayli. Emin pashva gap so'z qilmasdan to'gining uch putini bog'lab, ondan uning beshini yerga bosgandan keyin qo'lidagi xanjarni to'gining bo'yniga surkidi. To'gining qoni kesilib, qonlar etilib chiqishga boshlaganda, bu eg'ir yaralangan to'ga jonsiz tipchaklashga boshladi. Ola hazal bir o'ram tamaki chekkuchilik vaqtdan keyin to'ga butunlay jon uzdi. Ondan Emin pashva noit chabdas harakatlar bilan to'gining terisini so'yib tashlab, qornini eliyotgandan keyin go'shini parchalashga boshladi. Ondan parchalanib bo'lgan go'shlarga xurjundagi tuzdan changallab chechib, surlab, har birimizdan xurjuniga bo'lib soldi. Bir osh pishimiga yetmagan vaqt ichida shuncha yo'g'on to'ga necha parcha go'sht bo'lib, xurjunlarimizga kirib bo'lgan edi. Endi mang'ayli deb turganda Selimboy eg'iz echib qoldi. Sadirbek, bo'lsa o ishki eqning terisini elib olsak, bozordagi bahosini obdan berisiz. Xeyli pulga yaraydi. Mayli. Elib olsak elib olayli. Bu gapni anglagan Emin bilan To'xtamush kelibla qo'lma-qo'l eqni so'yishga boshladi. Birdamda bu tog'dek ko'ringan ikki qo'ng'ir eqmi oldimizda kiyimlari silingan gigant odamdek yotadi. Terlarni ortiq to'gilarga ortib, amdi yo'lga chiqayli deganda ko'zim Mahsumboyga tushib qoldi. O asta to'gis tarafga berib, to'gining yompishini birdam silg'andan keyin to'gini ta'tir minib uni turg'izdi. To'ga o'rnidan turibla oldiga qarab menishiga Mahsumboy vaqirab tashildi. Oldig'ima deyman. Nima qildim to'ga? Nima qildim Ta'tir minib oldingiz deyman. Bu kekashning gapi bilan teximi kulishdik. Shunda qilib kulayotgan cheg'imizda Sadirkam mingan to'ga o'rnidan turishiga, uning ostiga besilib qolgan yulg'un kayniga qaytibla yuzimga besim bilan tegdi. Men xuddi qaynayotgan qozonga sovuq suv qo'ygandek to'xtab, qo'lim bilan yuzimni changalladim. Bu turqimni ko'rib, boshqalar qiqilib kulishga boshladi. Hammaylar orqa-orqadan yuz bergan bu qiziqarli ishlardan boyqi qo'rqinishlarini unutgan holda bu yolg'unlikdan uzab ketgan edik. Yozning optipi jondan o'tadi. To'gilarning shu qiziq qumlarga paturib dastlab mengishlariga qarab, ularning ajoyib chidamliq ekanligiga qoyil bo'lmay turolmaydim. Eng oxirida ketayotgan Sadirkam turib qo'lini dalda qilib yiroqlarga nazar tashlab mang'atdi. Uning kaynidan Emin pashva to'gi ustida ko'zini yumgan holda hech nimadan parvosiz ketayotdi. Men nasbasqur bo'lsam, eli u yoqqa, eli bu yoqqa qarab safarga chiqaman deganimga qadamda bir pushaymon qilib ketayotdim. Kaynimga o'rilib, orqadagilarga qaradim. Mening kaynimda Selimboy qo'lida bir kitob tutqunicha butun zehni bilan shu kitobni o'qiyotdi. Uning orqada To'xtamush bo'lib, umu Emin pashvodek xuddi issiq ularga ta'sir qilmayotgandek ko'zni yumib kelyotdi. Uning orqasida Mahsumboy xuddi atrofdan bir nimalarni ko'rayotgandek
turib atrofga ansiz qaraydi. Bu odamning qandoq bo'lib mahsub boy bo'lib qolganligiga haligacha aqlim hayron edi. Uning o'g'li Qosim Kekash bo'lsa, qo'lida bir nimalarni hisoblab kelayotgan bo'lib, turib ezib ketgandek terikkan holda yana qayta sanab kelyotdi. Eng oxirida Mehmet Xomush to'gining lokisiga dum yetib uxlayotdi. Bu Xomushning asl niyati shu bo'lsa kerak. To'gilar orasida shuning to'gisiningla lokisi ham yo'g'on, ham egiz edi. Buningda u ikki lokining o'tirisiga minib, oldidagi lokini quchoqlab dum yetib uxlasimi yoki orqasidagi lokiga qiyisib uxlasimi bo'ladi. Uningga qarab bir ishim og'irsa, bir havisim kelyotdi. Xiyollarimni Sodirkamning so'zi bo'ldi. Sodirkam to'gisida maymoq o'ltirib, orqasiga qarab dedi. Qandoq, Qadirjon? Cho'lda safar qilsa, obdan bo'lamdi ekan. Qo'ying Sodirka. Hozirgacha bir yaxshiligini ko'rmadim. Oldingi kundagi to'g'riqliqqa yaxshi ekan to'q. Ammo u yer sal tashchi emaskan emasmi? Aldirmay ko'rib qolasan, ukam. Sodirka, o Mehmet Xomush doimli mushundoq uxlab yuradigan odamkan. Uni qandoq bo'lib orqaga ketib olgansiz? Sen uni bilmaysan. U shundoq uxlab mansimi? Bu qumliqning ujur-bujurigacha hamma yerini biladi. Shu top yo'ldan ezib qolsak, uni uyg'otsak, u bizga to'g'ri yo'lni ko'rsatib bera oladi. Uncha emas-ku. Qachonli qarsam, uning uxlab o'tirganini ko'raman. O'ltirib, hatto o'rinda o'rtiribmi, yo'l menib yetibmi uxlayverdi ekan. Uning tomoq yegandan boshqa chog'larda uyg'oq vaqtini ko'rib boqmagandek qilaman. Uning tomoq yegan chog'da uyg'oq o'ltirishini endi ko'ranmasliging mumkin. Bu nima deganingiz? U safar uzargan sari texmi uxlaydigan bo'lib ketdi, emasmi? Qiziq odam juma bu. Sodirkamning gapini anglab, uningga yana qaytadan bir qarab qo'ydim. Kalti bo'tirchash, terisi optopdan qardab ketgan. Shapburut, qonshorliq kelgan bu odam cho'nqur ko'zlarini yumg'inicha xo'rak tatib kelib o'tadi.